Ассаламу алейкум. Здравствуйте всем. И добро пожаловать на канал Русский Плюс. Русский Плюс каналыga xush kelibsiz va bugun sizlar bilan o'sha mashhur padejli mavzusini boshlaymiz. Aslida padejlar o'rganish qiyin emas, lekin o'zbek tili bilan rus tilidagi padejlarni farqi katta bo'lgani uchun biz albatta ozgina qiynalamiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Video sizga yoqadigan bo'lsa tagiga like, kommentariy, kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz unga obuna bo'lib qo'ying hamda o'rtoqlaringizga jo'natib qo'ying. Video qancha ko'p like, qancha ko'p prosmotr yig'adigan bo'lsa, kanal ham shunchalik ko'p rivojlanadi va ko'proq odamlar sifatli kontentni tomosha qiladi. Начинаем. Boshlaymiz. Падежи. Nima bu? Что это и зачем это нужно? Nima uchun kerak? Падеж bu o'zbek tilida kelishik. Rostdan aytaman, men o'zbek tilida kelishiklarni 100% bilmayman. O'zbek tilida bilmayman chunki dush yemaganman. Dush keladigan bo'lsam o'rganib olishim mumkin, lekin uni bilmasdan ham siz o'rganishingiz mumkin. Padejlar rus tilida to'g'ri qo'shimchalarni qo'yish uchun ishlatiladi. O'zbek tilida kelishik to'g'ri qo'shimchalarni qo'yish uchun ishlatilsa, rus tilida mana shu kelishik padej bo'ladi. Endi виды падежей. Qanaqa padejlar bor desangiz, именительный bor, кто что, kim nima. Родительный, кого чего, kimning, nimaning. Bu yerda kimga ning degan qo'shimcha ketyapti. Kim va nimaga ning. Дательный, кому, чему, ya'ni kimga, nimaga. Винительный, кого, что, kimni, nimani. E'tibor beringlar. Родительный bilan винительный bir-biriga o'xshab ketishi mumkin, lekin savollari boshqacha. Ya'ni kavo родительныйda kimning, a винительныйda kimni, a чего родительныйda kimning, nimaning, a винительныйda nimani. Va yana e'tibor beramiz, именительный падежga просто qo'shimcha qo'shib ketilyapti o'zbek tilida. Kim, kimga, kimni, kimga, tam kimning. Tворительный keldik. S kim, s чем, kim bilan, nima bilan. S kim, kim bilan, ya'ni bilanni qo'shyapmiz. S чем, nima bilan. Предложный, о ком, о чем, kim haqida, nima haqida. Shunga o'xshab ketaveradi. Davom etamiz. Funksiya. Har bitta padejda o'zining funksiyasi bor. Именительный падеж bu ega bo'ladi. Ya'ni я читаю книгу. Кто я читаю книгу. Kitobni o'qiyapman. Именительный bu ega bo'ladi. Endi родительныйdan предложныйgacha дополнение, ya'ni to'ldiruvchi. O'sha я читаю книгуда knigu nimani, kitobni n degan qo'shimcha qo'shilyaptimi? N degan qo'shimcha qo'shilyapti va bu to'ldiruvchi bo'ladi, ya'ni дополнение. Endi винительный hamda предложный падеж v bilan n ikkalasi kelgan paytda mana shu ikkalasi bilan обстоятельства bo'lar ekan, ya'ni hol bo'lar ekan. Uyga, uyda, da, вот o'z-o'zidan обстоятельства bo'ladi. Xo'p, azizlar, sizlar bilan padejlar mavzusini boshini o'tib oldik va umid qilaman dars sizga yoqdi. Albatta like bosing, kommentariy qoldiring, podpiska esdan chiqmasin, tanishlarga yuborib qo'yamiz maksimal tarzda. И спасибо за внимание. Пока-пока.